Mana jingagizning baqchasında munchasi degan shekilli mana bir tutel anda rayhon guli o'tira. Mana balakagina qo'lni etsang, endi shu yomg'irdan begrakda bunda tin qoplana hatta. Durishingni aytganda uni ortiq eslab de bo'lmaydi. Shu xabardagi neydi? Keskin isligül deb tajirtalar endi ana derazatibim isligül, ishna do'stim isligül deb. Mana bu bazilik deb aytadilar endi. Bu rayhon gul. Rayhon gul shashagi onda jirda bor endi. Umri qisqa degan so'zlar bor anda. Shu ko'rasing, mana bu turmushlar olib yozilganda, shundaqda bu oz vaqtda shashagota. Lekin uni ko'p kishi sheyga sola jingagiz niye salatqa sola ham salatni tamlandira bu. Ezgina. Ortiq bo'lsa ne bo'lar? Ortiq isli bo'lar, tushib bo'lar. Shunga ko'ra har narsaning o'zining shamasi bor. Mana shunday Marcel G'aliyev bek jarata bu shoirimiz. Endi rayhon gul bo'lmagan baqchani men baqchada sanamayman deb maqtanib tura bir kunda bundakiga chopib turadi. Bundakiga chopib turadi. Ro'ziya xonim, sen de rayhon gul o'stirasing ekan dey. O'tirib durishingni aytganda uch oldim hali degandan. Sizdagina to'g'lan. Onun baqchasına barsan alla bor, alla yo'q.